onamlarni olib keting. Xo'p bo'ladi. Menga qara, qana, Zulfi qana. Bitta ko'rishib keyin ketamiz. Onaga. Ana, o'tiribdi. O'zgarib ketganini chiroyli bo'lib ketibdi-ya. Ana, meni kelinim. Rosa bir-birlaringga mossizlar a. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ko'rdim. Rustam, men Zulfi bilan ko'rishaman. Keyin ketaman, xo'pmi? O'zi aslida Zulfini ko'rgani keldim. İçim qizib, uyda o'tira olmadim. Nima qilay? Qariganimda shunaqa bo'lib qoldim-da. Oyi. Ona, meni sharmanda qilasiz. Yo, menga bu voqealar qiziq tuyulyapti-da. Nimaga sharmanda bo'lasan? Xo'p, shu yerga kelishish shartmidi, oyi? Shart. Meni hijolat qilasiz. Zulfiyani oldida. Bitta ko'rishaylik, xo'pmi? Boraman. Oldiga boraman. Keling. Oyi, balkim kerak emasdir, ha? Voy. Voy Zulfi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Rahmat. Voy. Chiroyli bo'lib ketibsan. O'zingmisan, Zulfi? Voy. Pari, seni qadringa yetmadik. Qaytar dunyo ekan. Senga nima qilgan bo'lsak, hammasi o'zimizga 2 barobar bo'lib qaytyapti. Malikalarday bo'lib ketibsan. Bo'larkan, shunaqa yursang. Zulfiya xonni ko'proq yaxshi ko'rasiz, a? Yo'q, bizni dilimizga tushgan. Sizlarga malol kelmasin deymizda. Hech ham malol kelishmaydi. Ha, tog'a, ketmaylik. Iltimos. O'sha omonatni chegaradan o'tkazib berishingiz kerak. Qizingizni qaytib ko'rmaysiz. Har qadamingiz kuzatuvda bo'ladi.